2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia mashinasi 1.5 motor bilan jihozlangan. Donus motor, holati ideal holatda akalar. Narxi $3660 bo'lsa, baraka qo'yamiz. Tez aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p akalar, 30% joyida kraskasi bor ekan. Balonlari zo'r holatda turibdi. Motor hadovoy hech qanaqa ishi yo'q. Salon holati ham ideal holatda turibdi. Xo'p, 80 talik metan gazlari ustanovka qilingan. Mashina Samarqand viloyatida turibdi. Xohlovchilar olib sotaman deganlarni ham o'zimiz ma'lum bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mashina zo'r holatda turibdi. Ko'rib turganlaringdek, salon holatlari ham zo'r holatda. Xo'p, men bitta Skorda chig'olni almashtirib olsanglar, yaxshi holatga keladi. Ashibkalarni ko'rib turganlaringdek, zanam holatda. Xo'p, yaxshi rollar qo'yib qo'yilgan. Magnitofonlar ishlab turilgan, video registratori bor. Telefon qilib bemalol baraka qo'yaverasizlar akalar. Xo'p, probegini telefon qilganlaringda aytaman, probegi sal 3 kuruklikda yurib qo'ygan. Aloqaga chiqaverasizlar.